O'tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari. Gilam paypoq. Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelaman. Kavkaz tomonda ko'p bo'ladi. Juba deyishadi, jurabi deyishadi. Oyim xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek uzundan uzoq duo qiladi. Shundoq mehribon o'g'li borligini aytib, qo'shnilarga maqtanadi. Uning oyog'i kasal, salqin tushishi bilan shishib ketadi, og'riydi. Qo'ni-qo'shnilar ahvol so'rasa, ularni ham o'zini ham yupatadi. Ha endi keksalikda o'rgilay. Lekin onamning oyoq og'rig'i faqat keksalikdan emas. Buni boshqalar bilmasa ham men bilaman, yaxshi bilaman. Bolaligimda ko'p kasal bo'lardim. Qizamiq, ko'k yo'tal, bezgak. Shuning uchun oshxonadagi mixda ko'k qarg'aning patidan tortib, gultoji xo'rozgacha iliqlik turardi. Ayniqsa tomoq og'rig'i yomon qiynaydi. Oyog'im zaxga tegishi bilan tomog'im og'rishga tushadi. Oyoq bilan tomoqning nima aloqasi borligini hali ham tushuna olmayman. O'shanda necha yoshligim esimda yo'q, biroq juda kichkina edim. Bir kun akalarim bilan yaxmalak o'ynab terlab ketdim. Terlab turib muz yedim. Kechqurun isitma ko'tarildi. Quv yo'talaman. Oyim tomog'imni achchiq tosh bilan chayib ko'rdi, bo'lmadi. Turshak qaynatib suvini ichirdi, bo'lmadi. Oxiri tomog'im xippa bo'g'ilib qoldi. Og'riqni sezmayman, u nafas olishga qiynalaman. Hushimdan keta boshlaganimni es bilaman. Qulog'im ostida onamning chirqillab yig'lagani, hadeb bir gapni qaytarayotgani eshitiladi. Voy endi nima qilaman? Voy bolam o'lib qoladi. Keyin meni shosha-pisha ko'rpachaga o'radi. Bir mahal onamning qo'lida ketayotganim esimda bor. Gupullatib qor yog'ayotganini his etib turardim-u, biroq yuzimga qor tushmas edi. Onamning issiq nafasi urilib turar, u sirg'anib borar, og'ir hansirar edi. Xirachiroq miltirab turgan allaqanday uyga kirdik. Ko'z o'ngim yana qorong'ilashib ketdi. Oyim hamon chirqillaydi. O'lib qoladi, bolaginam o'lib qoladi. Vahima qilmang poshsha, dardni bergan Xudo davosini ham beradi. Bu Hoji buvining ovozi ekanini g'ira-shira idrok etdim. Hoji buvi boshimni tizzasiga qo'yib, chalqancha qilib yotqizdi. Do'kka o'ralgan barmog'ini og'zimga tiqdi. Ko'nglim ag'darilib tipirchilagancha yig'lar, ammo Hoji buvining qo'lidan chiqib keta olmasdim. U tomog'imga nimadir qildi. Dod solib qo'lini tishlab oldim. Qiziq, bir pasdan keyin ahvolim yengillashdi. Ko'zimni ochsam Hoji buvi jilmayib turibdi. Nega tishlaysan kuchukvoy, dedi boshimni silab. Keyin tepamga oyim engashdi. U hamon hansirar, sochlari to'zg'ib ketgan, yuzi jiqqa ho'l edi. Bir pasdan keyin qaddimni rostlab, tanchaga oyog'imni tiqib o'tirdim. Hoji buvi allaqanday taxir suyuqlik ichirdi. Keyin oyimga qaradi-yu, birdan xitob qildi. Voy poshsha, nima qilib qo'ydingiz? Tamom bo'psiz-ku. Oyim talmovsirab goh menga, goh Hoji buviga qarar edi. Oyog'ingizdan ayrilibsiz-ku, dedi Hoji buvi boshini chayqab. Shu ahvolda qandoq keldingiz? Kavshandozda turgan oyimning kalishini endi ko'rdim. Kalishning ichi qorga to'la edi. Sarpoychan kelaverdingizmi? Dedi Hoji buvi hamon o'sha vahimali ohangda. Endi nima qilasiz? Qarg'aning miyasini chaqib surmasangiz, cho'loq bo'lib qolasiz. Oyim tanchadan oyog'ini chiqardi. Ikkala oyog'i qip-qizil go'sht bo'lib ketgan edi. Sovuq yegani yo'q, dedi sekin. Qaytaga isib ketdi. Qorda o'zi isib ketarkan. Hoji buvi uning oyog'ini uqalab ko'rdi. Sezyapsizmi? Nimani, dedi oyim oyog'iga emas, menga qarab. Qo'limni sezyapsizmi? Oyim indamay bosh chayqadi-da piqillab yig'lab yubordi. Ertasiga u yotib qoldi, uzoq yotdi. Dadam bir joydan qarg'a otib keldi. Hoji buvi qo'lidan kelganicha dori darmon qildi. Keyin oyim tuzaldi.
Har yili dam olishga borganimda onamga gilam-paypoq olib kelardim. U xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek uzoq duo qiladi. Bir pasda hamma qo'shnilarga ko'z-ko'z qilib chiqadi. Shundoq mehribon o'g'li borligini aytib maqtanadi. Shunda qor gupullab yog'ib turgan mudhish kecha onamning qip-qizil go'shtga aylanib ketgan oyoqlari ko'z o'ngimga keladi-yu, indamay chiqib ketaman.